9 bab. Şu çağlarda Saul, Rabbimiz Eysaga itiqat qiluvchilarga davomli o'lim tahdidi selivatatdi. U bosh ruhonining oldiga berib, Damashq shahridagi Yahudi ibodatxonlarga tonishtirish xati yezib berishni talab qildi. Shunda qilib Saul Damashqdagi Yahudilarning yordamini elib, Hazreti Eysoning yo'lda mangan ayollarni tutqun qilib, ularni Yerusalimga so'roq qilishga elib kelmoqchi bo'ldi. Saul xatlarni elib yo'lga chiqdi. Damashq shahriga yetib kelishga oz qolganda, to'satdan osmonning kuchli bir nur tushib, Saulning atrofini yo'rtibdi. Yerga yiqilgan Saulga, "Saul, Saul, bana nemishqa ziyonkashlik qilasan?" degan bir ovoz anglandi. "Ey Rabbim, sen kimsan?" deb so'radi u. "Men sen ziyonkashlik qilayotgan Eysa. O'rningdan turib, shaharga kir. Nima qilishing kerakligini biri sana aytib berdi" degan javob keldi yilqi ovozdan. Saul bilan bilmangan kishilarning qo'qinidan zuvallari tutilib, tug'an yerida qetib qoldi. Chunki ular ovozni anglasimi, gap qilgan birarsini ko'ramagan edi. Saul o'rnidan turib, ko'zini ochib qaradi, lekin hech narsani ko'ramadi. Hamrohlari uning qo'ldan yetilab Damashqqa elib kirdi. 3 kungacha hech nimani ko'ramagan Saulning yelidan hech narsa o'tmadi. Damashqda Hazreti Eysoning Hananiya ismli bir e'tiqodchisi bor edi. Uningga bir vahiy keldi. Rabbimiz Eyso uni Hananiya deb chaqirdi. "Ey Rabbim, maniman" deb javob berdi u. Rabbimiz Eyso uningga, "Sen darhol tuz ko'chasiga berib, Yahudaning uyidan Tarsusluq Saul ismli birini top. Chunki shu topda u duo tilovat qilyotdi. Duo qilyotganda men uningga Hananiya ismli bir kishining kelib, uningga qo'lini taklishi bilanla ko'zining asliga keldiganligini ayon qildim" dedi. Hananiya unumay mundaq javob berdi. "Ey Rabbim, nurg'un kishilarning bu odam haqida aytganlarini angladim. U Yerusalimda sana itiqat qiluvchilarga intayin rahimsizlarsiz yonkashlik qilgan. Hozir u Damashqqa kelib, sana ibodat qilgan kishilarni tutish uchun oliy ruhoniylardan huquq olibdi." Rabbimiz Eyso uningga, "Borive, men bu odamni Yahudi emaslarga va ularning podshohlariga ham Isroillarga meni tonishtirish uchun o'zim tanladim. Men uningga mening uchun jazman xilma-xil azob oqibat tatishga to'g'ri keldiganligini ko'rsataman" dedi. Buning bilan Hananiya yilqi uyga berib, qo'llarini Saulning uchisiga tekkizib, "Qarindishim Saul, bu yerga kelayotganingda yo'lda sana ko'ringan Rabbimiz Eyso ko'zing asliga kelsin va seni muqaddas ruhga cho'msin deb meni shaxsan o'zi avatdi" dedi. Shu hamon Saulning ko'zlaridan beliq qasirg'idek narsalar tushib, ko'zlari ochilib, ko'ralaydigan bo'ldi. U o'rnidan turib, cho'mildirishni qabul qildi. Tamoq yegandan keyin jismoniy quvvatimi asliga keldi. Saul Damashqdagi e'tiqodchilarning yanida bir necha kun turdi va darhol Yahudi ibodatxonalariga berib, Hazreti Eyso Xudoning o'g'li deb ta'lim berishga boshladi. Anglag'uvchilar uning so'zlaridan hayron bo'lishib, bu odam Yerusalimda Eysoga e'tiqod qiluvchilarga vahshiylarsiz yonkashlik qilgan yilqi odam emasmi? Bu yergimi e'tiqodchilarni oliy ruhoniylarga tutib berish maqsadida kelganmidi deyishdi. Lekin Saul texmo qoyilliqlarlik ta'lim berib, Damashqdagi Yahudilarni Hazreti Eysoning qutquzuvchi Masih ekanligini rad qilishga amalsiz qoldi. Bir mezgildan keyin Yahudilar Saulga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Saulni tutib o'ldirish uchun ular kech-kunduz shaharning darvozasida uni kutdi. Biroq biri ularning uni qasdlamoqchi bo'lganini Saulga yetkazib qo'ydi.
Şuna onun şagirdleri bir kuni kechida onu cho'ng sevatga o'ltirg'izib, sepil ko'ngirdan otildirib tushirdi. Saul Yerusalimga berib, u yerdagi e'tiqodchilarga qo'shilmoqchi bo'ldi. Lekin e'tiqodchilar uning Hazrati Aysoga e'tiqod qilganligiga ishonmay, uningdan qo'rqdi. Biroq Barnaba uningga yordamchi bo'lib, uni elchilar bilan ko'rishtirdi. Ularga Saulning Damashq yo'lida Rabbimiz Aysoni qanday ko'rganligini, Rabbimiz Aysoningmi uningga gap qilganligini tushundirdi. Va Damashqda uning Hazrati Ayso haqida qanday jur'at bilan ta'lim berganligini uqtirib, ularni qoyil qildi. Buning bilan Saul Yerusalimda elchilar bilan birga bo'lib, yurakli holda Rabbimiz Ayso haqida ta'lim berdi. U yana Grekcha so'zlashgan Yahudilar bilanmi so'zlashib, talishib qoldi. Buning bilan ular uni o'ldirmoqchi bo'ldi. E'tiqodchilar bu ishdan xabar tepib, uni Qaysariya shahriga elib berib, u yerdan Tarsus degan shaharga yo'lga soldi. U chaqda Yahudiya, Galiliya va Samariyalardagi e'tiqodchilar jamoatchiligi bir mezgil tinchlikqa erishdi. Muqaddas ruhning yordami bilan ularning e'tiqodi kuchayib, hamisha ixlosmandlik bilan Xudo yo'lida mangdi. Ularning sonimi kundan kunga ko'paydi. Shu vaqtda e'tiqodchilarni yo'qlash uchun har qaysi joylarni orlab yurgan Petrus bir qitim Lidda shahrida turadigan e'tiqodchilar bilan ko'rishdi. U yerda u Aniyas ismli bir odamni uchratdi. Bu odam palash bo'lib, o'rin tutib yotqili 8 yil bo'lgan ekan. Petrus uningga: "Aniyas, Ayso Masih seni saqaytdi. O'rningdan turib, ko'rpangni yig'ishtir", dedi. Aniyas darhol o'rnidan turdi. Buni ko'rgan Lidda shahridagi va Sharon rayonidagi nurg'un odamlar Rabbimiz Aysoga e'tiqod qildi. Jaffa shahrida Tabita ismli bir ayol e'tiqodchi bor edi. Grekcha ismi Dorkas bo'lib, kiyik degan ma'noda. U har vaqt yaxshi ish qiladigan bo'lib, namratlarga yordam qiladi. Bir kuni u kasal bo'lib, o'lib ketdi. Kishilar jasadni yuvib kepallab, ustungi qavatdagi uyga yotqizib qo'ydi. Jaffa shahri Lidda shahriga yaqin edi. Shunga Jaffadagi e'tiqodchilar Petrusning Liddada ekanligini anglab, uning oldiga 2 odam avatib, "Chopsan yetib keling", deb taklif qildi. Petrus darhol yo'lga chiqib, ular bilan birga Jaffaga keldi. Petrus Jaffaga yetib kelishi bilan ustungi qavatdagi uyga boshlab chiqildi. Barliq tul ayollar Petrusning atrofiga o'lishib, yig'izor qilishdi va Dorkasning hayot vaqtida o'zlariga tikib bergan kiyimlarini uningga ko'rsatishdi. Petrus hammaylarni chiqarib etib, tizlinib o'tirib, duo qilgandan keyin jasadga qarab, "Tabita, o'rningdan tur", dedi. Tabita ko'zini ichib, Petrusni ko'rib, beshini ko'tarib o'ltirdi. Petrus oldiga berib, uni yo'lab turg'izdi va tul ayollar bilan boshqa e'tiqodchilarni chaqirib, Dorkasni ularga tirik topshirib berdi. Bu xabar butun Jaffaga tarqalib, nurg'un kishilar Rabbimiz Aysoga e'tiqod qildi. Petrus Jaffada Shimon ismli bir teri aliguchining uyida bir mezgil turdi.